大家好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第4单元阿里木的新生活2。Bugün bizning o'rganganimiz 4-chi qism, ya'ni olimning yangi turmushining 2-chi bölümü. Bu qismda olimninki yangi turmushlarida qanday o'zgarishlar paydo bo'ldi, qanday yangiliklar paydo bo'ldi? 好，那么今天我们要学习的，我们刚才已经说了是阿里木的新生活2。那么在这个第2部分的阿里木的新生活里，它都发生了一些什么事呢？有哪些新鲜事情等着我们去发现呢？好，那我们带着这些问题进入我们的新课。首先，我们先把生词学一遍。Aldı bilen yeni sözlükler bilen bir tanışıp öteyli. 生词总动员 başladık. Birinci söz为。有人给我打电话 birisi bana telefon qildi. 有人给我打电话的时候，我接到电话，首先要说的是什么呢？ Telefonda ilib qo'limga avval nima deyman? Vay. Shunaqo, ba'zilarimiz vay deymiz, ba'zilarimiz vay deydiganlar var. 各种各样子。那么在汉语里面，汉族tilida telefondagi mushu vay deganni qanday deydi? Vay. Vay. Ya'ni bizningki mushu birinchi so'z. Bu xatniki yozilishiga qarasak, ega kovzi pang. Andin keynida ustida bir tal tian, itis. Anda ega hang, shu ti pie. Na. Vay. Bu xatniki asli ma'nosida buni oldida bir kovzi pang turadi-ku, kovzi pang mushu eg'iz bilan munosabatlik deymiz. Nima bu vay degan bu xatniki asli ma'nosi nima desak, yegizib qo'yish. Undaq tamoqni yegizib qo'yganni vay deydi. Masalan, bu ahbollarga tamoq yegizgan bo'lsak, shu vay fan. Vay fan. Nima masalan, kalalarga, qo'ylarga yem bergan vaqtimizda kala bo'lsa vay niu, vay yang, to'qi bo'lgan bo'lsa vay chi deymiz. Nima uningdan boshqa ikkinchi xil ma'nosi nima ekan? Shu vay deb turib mandaq chaqirgan, ya'ni telefonda vay deb olgan vaqtimizda shu vay desak bo'ladi. Ya'ni mushahat shu. Tushundinglarmi? Unda bo'lsa ikkinchi so'zga ketdik. Yijing. Yijing. Yezilishi hangzhe, hang shu wan gou. Ma yi degan xatga diqqat qilaylik. Ma hangzhe hang qilib bo'lib shu zhe gou degi ma shu. Ma hangning ustiga chiqitish kerak. Chiqmasa zidagi ji degan xat bo'lib qoladi. Yijing degi yi bo'lgan chaqda ustiga chiqitadi. Nima jing 前面是一个绞丝旁 anda 横撇 那 qilib 横竖横 ostida bir tal 工作degi gong yijing ma'nosi allaqachon allaburun ya'ni bir ishni biz qilib bo'lgan bo'lsak yijing desak bo'ladi. Uni masalan topshiriqingizni yozdingizmi? 作业写了吗? allaqachon yozib bo'ldim. 已经写完了，已经写完了。你吃饭了吗？ tamoq yedingizmi? 已经吃过了。allaqachon yeb bo'ldim. Bu 已经 cho'qim allaqachon bo'lib burun bu ishni qilib bo'lganga nihoyat uzun vaqt o'tib ketgandek ashundaq bir tuyg'u bergan bo'lishi mumkin sizga. Nima? Uningdan boshqa bir ishni qilib bo'lganligimizni kuchaytmoqchi bo'lgan vaqtimizdami? Mushu yijingni ishlasak bo'ladi. Masalan, tamoq yedingizmi desak, 吃过了, yeb bo'ldim. Nima, agarda yeb bo'lganligimni kuchaytmoqchi bo'lsam, yijing 吃过了 desak bo'ladi. Bu yerda cho'qqim allaqachon deb turib tarjim qilib chiqarishimizningki hojati yo'q. Masalan, apingiz nima ish qilyotdi? Nima hozir 做什么? Uxlab bo'ldi. Uxlab bo'lganligini ta'kidlamoqchi bo'lgan bo'lsam, yijing shuyla desam, bu yerda allaqachon bayamlam uxlab bo'ldi demasakmi bo'ladi. U demak, iliq uxlab bo'lgan vaqti pek uzun emas. Jishi faqat shu uxlab bo'lganligini kuchaytiryotdi. Tushundingmi? Demak,
ejingni ishlatgan vaqtimizda cho'qim bu ishni qilib bo'lganga nihoyatda uzun vaqt o'tib ketgan bo'lishi natoyin. Faqat biz shu ishni tugatib bo'lganligimizni bildirmoqchi, ham kuchaytmoqchi. Ha, unda bo'lsa, yijing allaburun allaqachon. Tushundingmi? Keyingi so'z huochejan. Dastlabda biz bekat deb turib bir so'zni o'rgangan to'qchan deb. Bu xat qandaqdi? Yegali, andan yegajan. Nama bu chan deganimizning ikki xil ma'nosi bor-ku, birisi turish, yana birisi bekat. Nama bu huoche degan poyuz. Unda bo'lsa huochejan bo'lsa, ingayshi poyuz bekti. Ya'ni poyuz stansiya deymiz, poyuz stansiya. Huochejan. Men poyuz stansiyada sizni saqlayman. 我在火车站等你. 我在火车站等你. Desek bo'ladi. Ha, nama 火车站 ma'nosi nima bo'ldi? Poyuz stansiya. Andin keyingi so'z 哪个 哪个 na degan qaysi, g degan shu narsaga qarata. Nama g degan asli bu bir miqdor so'z-ku. Agarda shu narsaninki miqdori g bo'lgan bo'lsa, u vaqtida na g deb turib so'raymiz. Agarda bu narsa kitob bo'lgan bo'lsa, kitobning miqdor so'zi nima deydiq? Bin deydiq. U vaqtida na bin deb so'raymiz. Odam bo'lsa na g desak bo'ladi. Nima kitob bo'lsa na bin. Agarda uy bo'lgan bo'lsa, uyninki miqdori ichim fangzi deydiq-ku. Nima u vaqtida na chen deb so'raymiz. Demak, na degan mushu xatninki o'zi qaysi deganni bildirdi. Nima g shu narsaninki miqdori. Demak, masalan, men birsida na g deb so'ragan bo'lsam, bu odamninki javobi cho'qim kitob bo'lmaydi. Chunki kitobning miqdori g emas. Ha, unda bo'lsa, na degan bu xatni burun o'rganib bo'lgan, g ni o'rganib bo'lgan. Qaysi shunaqa? Masalan, 那个人是我的哥哥. U odam mening akam. Lekin men hozir bilmadim, shu vaqtda so'rayman. Qaysi? 哪个? 那个 高个子的. Au, egiz bo'yliqi. Nima? 哪个 qaysi deganni bildirdi. Ha, masalan, bu yerda ikki qalam bo'lgan bo'lsa, 那只 qalamning miqdori 只 bo'ladi-ku. 那只笔是我的 desam, nima ikki qalamning qaysi ekanligini bilamadim. U vaqtida 哪个 deb so'ray, ho'ja 哪只 deb so'rayman. Masalan, qizili degan bo'lsam, 红色的 desam, ha deb qarishtirib biladi. Tushundingmi? Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z 位置. 位置. 位 degan bu xatga qarasak qanda, 一个单人旁 anandagi 一个力. 力 deganimiz 就是bayamqi 站 ninki sol tarafi, 位. 那么 之 deganimiz 上面是一个竖横折, 竖横 bir 4ga o'xshaydi. 1 2 3 4 4 ga o'xshab qoladi. Osti 一个直 tub tuzdagi 直 横 anandagi 竖横折 横 3 tal 横 bor, aniki eng ostiga yana bir tal 横. 位置 deganimiz o'rin. 位置在哪儿? O'rni qayerda? 位置在哪儿? Masalan, mushu undidarda mandaq bir iqtidori bor-ku, shu men hozir bir yerga bormoqchi, lekin bu o'rinninki qaysi ekanligini toza bilmagan vaqtimda, nima qarish tarafga o'rningni menga avatib degili bo'ldi shunaqa. Nima 给我发一下你的位置. O'rningizni menga avatib deb. Nima 位置 deganimiz ma'lum bir narsaninki joyi, o'rni bo'lsa, shu 位置. Masalan, men hozir tug'an joyim o'sha, 我现在的位置是在这里 desak bo'ladi. Nima 你这个位置不对 degan bo'lsa, men miyag'roq yo bo'lmasa oyoqroq tug'an bo'lsa, 那就是位置要稍微这个调动一下. 位置 ma'nosi o'rin. Tushundingmi? Nima masalan, bu mening o'rnim degan bo'lsak, 这是我的位置 desak bo'ladi. Lekin agarda bu o'tirdigan, masalan, shu sinfning ichidagi o'rin bo'lgan bo'lsak, u o'rinni biz 座位 deymiz. 座位, 这是我的座位. O'tirdigan o'rnim, 这是我的座位 desak bo'ladi. Nima 位 degan mushu xatninki o'zi mushu o'rin deganni bildiradi, ha? 位置. Na o'tirdigan o'rin 座位.
Нема мәсәлән карваттан болған болса чуаңвей. Мәсәлән докторханаға барған чагда, мушу яны карват бармы, орын бармы деген вакытымызда омы хушу хайю чуаңвей ма деп сораймыз. Вейжи орын. Ха, онда хоса кейінгі сөз 出站口 出站口 чу chiqib ketish degan ma'noda go. Yilaqi chuzuchi degan so'zni o'rgangan vaqtimizda mushu chu chiqib bo'lgan. Nama chan bayam dedik bekat. Kou eg'iz. Nama chu chan kou deganimiz chiqish eg'izi. Naninki bekatniki. Bekatning chiqish eg'izini chu chan kou deymiz. Nama kirish eg'izini 入站口 入站口 deymiz. 出站口 入站口 好 ben sizni nerede saklayman? 我在哪儿等你 我在哪儿等你 bekatning chiqish eg'izida saqlang 在出站口等我 在出站口等我 desak bo'ladi. Men bekatning chiqish eg'izida siz qayerda? 我在出站口 你在哪儿 desak bo'ladi. 出站口会了吗? 下面 南边 yo'linish 4ga bo'lgan vaqtimizda qaysi bu deymiz? Janub, shimal, g'arb, sharq. Nima? Mushu nan deganimiz mushuning ichidagi janub. Janubni nan deymiz. Janub taraf bo'lsa nambian bo'ladi. Janub taraf nambian. Ha. Nima? Nan degan bu xatning yozilishi qarsak hang, andan keyin shu. Lekin bu shuni uchun sal bunda maymaqroq yozamiz. Nimishqa desak xat chiroyli chiqadi. Shu hang zhego andan ichiga element nima xatda sal yang degan xatga o'xshab qoldi. Lekin yangning 3 tal siziqi bor, ma'noga qandaq 2 tal siziqi bor. Den qilib hang shu. Buning ichidagi bu yana nimaga o'xshaydi desak, mushu renminbi, mushu xalq pulining oldiga mushtaq bir belgisi bo'ladi-ku. O'sha belgiga o'xshab qoladi. Nan bian deganimiz bir talli. Andam yiga zhidi, nanbian janub taraf. Masalan, mening janub tarafimda bir doktorxona bor desak, 我南边有一座医院 desak bo'ladi. Andan keyin maktabninki janub tarafida bir banka bor desak, 学校南边有一家银行 desak bo'ladi. 好，南边 janub taraf. 会了吗？下面一个对面 Ben hazır meni tutdum. Mening udulumda kim bor? Saboqdoshlar va ikronlar va qatorliqa. Nima? Duymen deganimiz udul taraf. Duy degan bu xatni qaysi vaqtda chiqqandi? Oldingi qitimliq darsimizda mushu duyla degan vaqtimizda rost degan chaqda chiqqan shundami? Shuning bilan duy bu xat qanday? Iga chun. Men bu xatni ko'rib baqdiq-ku deyman. Nada ko'ramiz desak, un xaltasining ustida men fin deb yozilgan. Men deganning 100, 10 degan mushtaq ma'nosi bor. Nima? Duy men qarab baqaylar. Hang andan pie. Shu hang zhego. Shu qilib hang. Eng oxirida og'izni yopamiz. Duy men degan udul taraf degan gap. Masalan, benim udulumda hech nima yo'q desam, 我对面什么都没有. Sizning udulingizda nima bor ekan? 你对面有什么? 你对面有什么? Xo'p, miyada men mushu 对面 bilan mushu 前面ni bir ayirib etay. Hozir men bundaq tudim. Yana bir odam chiroyi menga qarag'liq bo'lish kerak. Menga qarab turib, u menga qarab mushtaq turgan bo'lsa, nima bu ikkimiz shu duymen, ya'ni men duymen bo'la olamiz. Lekin ikkimiz o'xshash bir yo'linishda bo'lgan bo'lsa, men bundaq turdim, nima mening oldimdagi odamni o'xshash mushu tarafga qarab turgan bo'lsa, oyoqqa, menga emas qarshi tarafga qarab turgan bo'lsa, u mening udulumda demayman. Uni men mening oldimda, 在我前面deyman. Tushundingmi? 前面和对面是有区别的. Masalan, mani bir odam, ma qo'limni bir odam degan bo'lsak, hozir mana shu ikisi bundaq turganda 对面 deymiz.
Маныңки үзе, маның үзе ішкелесі бір-бірсе қарап тұрады. Әгерді мұндақ туған болса, нама та мақол маныңки чеменсі болып маңыды. Чөндік мұсабақташла. Ондақ болса, кенкі сөз. Сен, пе, хың, шу, хың, пе, шу, ван, гоу. Сен, мәнісі, авал. Біз бір ішланы қыға вақтымызда авал мау, андын мау деп сөйлеген жағдай. 我们做一些事情，我们说先怎么怎么样，然后怎么怎么样，那么就是用的这个词，yani мұшы сөзін шілтіміз. 比如说, авал тамақ ейли, андын базар жүгілейли деген болсақ, 我们先吃饭, 先吃饭, 然后逛街. Сіз авал тапшырқыңызны езіп болың, андын хулаң десем, 你先做作业，你先做作业，然后再去睡觉。你先做作业，然后再睡觉。Desek болады. 先 авал. Мен авал қайтып тұрай деген болсам, 我先回去了. Desek болады. 我先回去了. 那么会了吗？好，онда болса, 下一个马路。Malu degeni mo? Şu taş yolni malu deymiz. Nama ma kandak attiki maşinagu heng zhe qilib shu zhe zhe gou heng. Lu呢是一个足字旁，对吧？足本来忙得干болғаннан кейін yolni qanday mangmiz. 这个地上本没有路，走的人多了，也便有了。degan bir gap bor. Yerda asli yo'l yo'qdi. Mangdigan odamlar jiq bo'lgan siri shuning bilan yo'l paydo bo'lib qoldi edi. 这是鲁迅先生说的话，是吧？那么这个路，就是一个足字旁，能degan撇横撇捺qilib,能degan ostida yana bir dalko马路 tash yo'l. Tash yo'ldan kesib o'tmang. 不要横穿马路. Siz nega keldingiz? 我正在过马路. Men yo'ldan o'tyapman. 马上到. Yo'ldan o'tyapman. Mana hozirlam kelaman. 马上到. 马路 tash yo'l. 然后然后degan bu so'zning ma'nosi andin. Buni yezishiga qarab baqsak, 撇横撇点点是吧? Machida 一个大 ustida bir dal chekiti bor. Ostida yana 4 dal chekiti bor. 整个这个字上面有好几个点啊。然后呢，撇撇横竖横折横，以后的个后，后天的个后都是这个字。然后 andın keyin degan ma'noni bildirdi. Masalan, bayam 先然后的过 avval andın deb. 昨天我跟他见面了，然后我们一起吃饭了。Tünügün men onun bilan ko'rishdim, andın biz birga tamoq yedik. 然后你下午要做什么？你下午要做什么？ Siz tushdan keyin nima ish qilasiz? 我去图书馆. Men kutubxonaga boraman. Andınchu. 然后呢？然后回宿舍. Andın yatakqa qaytaman. 然后呢 deganimiz andınchu deganni bildirdi. 然后 andın. 好，那就下一个词。旁边。旁边。Memiyadu tudum. 这边都是我的旁边. Yani yan taraf degan ma'noda. Yan taraf. 好，你旁边有谁？你旁边有谁？谁deganimiz kim u degan gapku. Shu vaqtida sizning yoningizda kim bor deganni bildirdi. 你旁边有谁？我旁边没有人。mening yonimda hech kim yo'q. 没有人。能不能明白？旁边 ma'nosi yan taraf. Nama ekran oldidagi saboqdoshlar, o'zimizningki yan tarafida kimning bor ekanligini bartab baqsaq, nama birsimiz so'rab, yana birsimiz javob berib baqsaq bo'ladi. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'zga o'tib ketdik. 药店药店药一个草字头，下面呢是一个绞丝旁，andın撇横折钩点。 Yao degan xat ma'nosi dura. 点 degan xat 点横撇
Guangdan birini yazımız. Andan keyin站 Aşu bekatdagi站ning o'ng tarafi shu hang. Anda 下面一个口药店 店deganimiz do'kon. Buni ko'rib baqqanda shangdian bo'lsa, magazin bo'lib mangdi, boshqa do'konlar shedian bo'lsa, oyoq do'koni, nima yodian bo'lsa, 就是dori do'koni, dorixona. 好，你在哪儿？ Siz qayerda? 我在药店买药. Men dorixonada dori sotib olib boraman. 我在药店买药. 好，bu atrofda dorixona bormi? Atrof degani 附近 deymiz. 这附近有药店吗? 这附近有药店吗? desak bo'ladi. 药店是什么呢? Dorixona. 好, unda bo'lsa keyingi so'zga o'tdik. Keyingi so'z 门口. 门口 shik oldini 门口 deymiz. Masalan, men shik oldida sizni saqlayman desam, 我在门口等你. 我在门口等你 desak bo'ladi. Yoki bo'lmasa, 你在哪儿? Siz nerede? 我在门口. Men mushu shikning oldida degan ma'noda chiqadi. Unda bo'lsa keyingi so'z 等. 首先我们来看一下这个字是怎么写的。等竹字头，对吧？撇点点撇点点。And then 横竖横土 shunaqo 横竖勾点. Bu xatning yozilishi 保持 degan bu so'z esimizda bormi? 保持 saqlab turish. 保持 dagi 持 degan xat 一个提手旁，上面是一个土，然后下面一个寸头。Ashu 持 degan xatning o'ng tarafi 就是我们说等 degan xatning osti tarafi. Üstü bir tal 竹字头, osti bir tal 这个一个土一个寸, yani 4 degan xat. 那么 qo'shib o'qisak 就是等. Ma'nosi saqlash. Meni saqlab turing. 等等我. Birdam saqlang. 等一会儿. 等一会儿. Andan degan telefonni o'g'a vaqtimizda bo'lmayliq mulozimat qilgan telefon nomerlariga telefon olgan chaqda birdam saqlab turing degani 请稍等 请稍等 deydi-ku. Mushu 等 degan shu. Bir kun saqlang desak 等一天 deymiz. 等一天. 那么 bir kun saqladim degan bo'lsak 等了一天 desak bo'ladi. 等. Men sizni saqlayman. 我等你. 我等你，有没有问题？那么就继续往下走了。下面一个马上，马上，一个어떻게马是呢？我横折竖折折钩横，上是的个上，竖横横。Attың üstüde. Qanday qotman yugurib kelyapti be. Demek hazır deganni bildirdi. Maşan, mana hazır. Masalan, 快点，车马上就要开了。Tez bo'ling, mashina hazır qo'zg'almoqchi. Qachon kelasiz? 你什么时候到? Hazır kelaman, hazır yetib boraman. 马上到，马上到. Tayyor bo'ldingizmi? 你好了吗? Mushu tayyor degan vaqtimizda hao degan xatni ishlasak bo'ldi, ha? 你好了吗? Mana hozir tayyor bo'laman. 马上就好了，马上就好了。好，马上 mana hozir deganni bildirdi. Endi 一会儿 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 degan bu so'zningki yozishiga qarasak yi 就是1 2 3 4的一 会 shuning bilan bu xatni oldida bir chiqqan-ku 上面是一个人下面是一个云那么 r 撇竖弯钩就 OK 了那么一会儿 ma'nosi birdam birdam saqlang degan bo'lsak 等一会儿等一会儿那么birdam turib men sizga telefon qilaman desak 一会儿我给你打电话一会儿我给你打电话 ma mushu xatni o'qigan vaqtimizda 一会儿deb manda qilsak bo'lmaydi va 一会儿qilsak bo'lmaydi inga shu qo'shiblam 一会儿 deb o'qishimiz kerak ma'nosi birdamdan keyin yoki bo'lmasa birdam 好继续下面是剑剑竖横折撇竖弯钩
那么不见degan bir xat oldida biz 现在deki 现 ni o'rgangan vaqtimizda它前面是一个王字旁，后面就是这个见面的见。那么见 ni yozgan vaqtimizda yana bir qatam eskartib o'tay. Ma p bilan shuvango ikkisini ayirib miyaga p miyaga shuvango qilib yozsak bo'lmaydi. Ikkisi cho'qim yaqin chiqish kerak. Nima chen degan bu so'zningki ma'nosi ko'rishish. Ko'rishish, ko'rish. Ko'rish. Masalan, qachon ko'rishimiz? 我们什么时候见？我们什么时候见？ at ko'rishaylik degan bo'lsak, 明天见。明天见 desak bo'ladi. 见 ko'rishish, ko'rish. Xo'p, nima ko'rish degan vaqtimizda masalan men bir misol olsam, masalan Shavang deb bir odam bor degan bo'lsak, siz Shavangni ko'rdingizmi desak, Hanzu tilida 你见到小王了吗? yoki bo'lmasa Udullam 你见小王了吗 desak bo'laverdi. 你见小王了吗? 见 ko'rish, ko'rishish. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z dong. Oldida biz shu yo'linishni 4 ga bo'lsak, janub, nan dedik. Shunaqo nan bilan o'rganib bo'ldik. Nima? Shimol, bay, sharq, dong, g'arb, shi deb degan tuqqu. Nima? Shu 4ning ichidagi dong deganimiz sharq. Kun qayoqdan chiqadi? Sharqdan chiqadi. Nima? 太阳从哪边升起？太阳从东边升起。东就是我们说的哪个方向？ Sharq deganimizni Hanzu tilida dong deymiz. Ha, unda bo'lsa, to'rtilisini biroq o'rgansak, g'arb bo'lsa nima deymiz? Shi, dongning ostidagi mushahat 就是shi. Yezilishi 4 ga sal o'xshab qoldi. Si, 有点像si啊。横竖横折钩qilib 撇竖弯 andin 横 shi. Ma'nosi g'arb. G'arbga sayohat hammamiz bilamiz-ku. Nima deydi to'qashini? Shi yo'ji. Shi yo'ji. Shi g'arb. Xo'p, amsa yana birisi qoldi. U nima? Shimol. Shimolni nima deymiz? Bay. Bay. Shu 横提撇竖弯钩 bay. Qaysi? Shimol. Xo'p, shuning bilan janub, nan, shimol, bay, sharq, dong, g'arb, shi, dong, nan, shi, bay. Dong, nan, shi, bay deymiz. Xo'p, unda bo'lsa, 继续 shang bilan sha. Keyingi so'zlarni ishki-ishkidan deylik, chunki bir-birisiga qarama-qarshi, ya. Shang bu xatning yozilishiga qarasaqmi, shu ustini ko'rsatib turdi. Shu hang hang. Nima sha degan bu xatga qarasaqmi, ostini ko'rsatib turdi. Hang shu degan. Tushunaqo? Nima shang degan usti. Sha degan osti. Shang degan bu xatni chiqib baqdi, masalan, shang ban, shang ke, shang xue dedik. Uningdan boshqa yana shu shang ci, sha ci degan vaqtimizda chiqqan, shunaqo. Nima shang yolg'iz kelgan vaqtida ustini ko'rsatib beradi va usti desak shang, osti desak sha. Shang, sha. Xo'p, amsa 继续左右. 左 degan sol, 右 degan o'ng. Ikkisiniki yozilishi, 左 ni yozgan vaqtimizda 横撇, ostiga gong zuo的gong, 横竖横. 那么右呢要撒横撇 o'xshash bo'lib 是一个 ig'iz 口啊，是一个口。左 sol 右 o'ng。好，那么我们写字的手是哪一只手？右手，右手啊。好，这个呢是右。那么 kingshkse 里外，里 degan ichi, 外 degan tishi, 里 ichi, 外 tishi。里 ni yozgan vaqtimizda bu xatni我们之前已经学过了，在哪里学的？哪里 degan vaqtimizda o'rgangan. Shunaqo 竖横折横横横竖横，对，这是里。那么外呢？外 degan bu xat 外边deb o'rgangan vaqtimizda chiqqan. Shunaqo 那么怎么写的呀？撇横撇点，然后一个竖一个点，这是外。一个外公外婆 degan 么是外么是说啊。
那么里degan ichi, y degan tishi. 好 and then 前后 前degan oldi,后degan keyni. Na bu ikki xatni o'rganib baqdiqmi? O'rganib baqdiq. Qachon o'rgandik desak, 前天, 前年 degan vaqtimiz tugagan. 后nima? 后天, 后年, 还有那个大后天, 还有什么以后, 后来, 然后, hammasi mushu后 keyni deganni bildirdi. 那么 yazilishi qandaq? 前上面是两个点一个横 and then 一个月一个立刀旁。那么后是撇撇一个横，下面是一个口。那么整个再来一遍呢？төрт东南西北，再来一遍东南西北。那么üsти asti болса上下上下，sol oң болса左右左右。那么ichtishi болса里外里外。aldi keyni болса前后前后。中间中间。o'rtada болса就是中间，中是中国的中，是哪个间？是一个门。o'rtada portal 日中间。比如说Yandiksi mening hadam, o'rtadagisi mening akam, majitdagisi meningki singlim deb turib bir parcha rasmni so'zlayotgan bo'lsak, qanday deymiz? 右边的是我姐姐，中间的是我哥哥，然后左边的是我弟弟，degandagi中间。你喜欢哪一个？ qaysini yoqtirdingiz？ 我喜欢中间的这一个。o'rtadagisini yoqtirdim degandek。好，中间 o'rtri。那么 o'rtirni bildik, ikki chetda bo'lsin deymiz， 两边，两边，就是我们下一个词啊。两 bir ikkidagi liangni ishlatamiz shunaqo. 横 qilib shu 横折钩 anandagi ikki tal 人。边呢是一个力 anandagi 一个走着的两边。masalan ikkili tarafda yo'l yo'qkan desak, 这两边都没有路 desak bo'ladi. 这两边都没有路。anandagi yana nima desak bo'ladi? 路的两边有很多的树。yo'lning ikki chetida nurg'un daraxtlar bor ekan desak bo'ladi. 两边 ikki cheti o'rinni so'zlaydi. Ha, unda bo'lsa keyingi so'z 学校。学校 nima? Maktab. 你们学校在哪儿? Sizlarning maktab qayerda? 我们学校在胜利路。或者说你在哪儿? Siz nerede? Men maktabda. 我在学校。知道 bilish. 你知道这件事吗? Siz bu ishni bilamsiz? 知道 bilaman. yana birisiga masalan 你知道明天要考试吗? Erta imtihon olganligimizni bilamsiz? 我不知道 uqmayman. 你知道妈妈在哪儿吗? Apamning nerdaligini bilamsiz? 不知道 degandagi 知道 bilish. Bilmayman desangiz 知道, bilmayman desangiz 不知道 desangiz bo'ladi. 对不起 kechiring. 好, bir ishni xato qilgan vaqtimizda yoki bo'lmasa biz boshqalarning ko'nglidagidek qilolmagan vaqtimizda ko'pincha nima deymiz? Kechiring deymiz. Kechiring deganda 对不起 deymiz. 对不起。比如说对不起我迟到了 kechiring men kechikib qoldim. 对不起我忘了这件事了 kechiring men bu ishni unutib qolibman degandek. 好，对不起 kechiring. 另外一个词，下面一个词是什么呀？好 keyingi so'z 大门。大门 nima u? Shik. Maktabning darvoza deb qo'yamiz-ku. Maktabning darvozasi desak 学校大门. Men maktab darvozasining yonida seni saqlayman desak 我在学校大门等你. 我在学校大门等你 desak bo'ladi. 大门 darvoza. 那么下面一个词也是我们最后一个词是什么呀？邮局。邮局 degan pochtxona. 你在哪里工作? Siz nerede xizmat qilasiz? 我在邮局工作。我在邮局工作。那么今天邮局
没有上班。Bugün pochta darsdagilar ishga chiqmabdi. 那他们可能休息了 degandek. 那邮局的bu ikki xatga bir qarab etaylik. 跟前面不太一样啊。邮degan xat qandaq一个竖横折横横竖qilib ana degan一个什么呀？二道。ana degan ju degan xat 就横折横qilib撇，是吧？横折钩竖，横折横。那么中间是里面是一个口啊，这是邮局 pochthana。好，这是我们今天的生词。那么最后还有两个专名词。Eng ahırda, yani şu isimge tevekkül bolgan sözdün şıkısı var. Birincisi Diliyar. Diliyar degenimiz bir Uyghur ballarınki ismi buldu. Nima? Diliyar degan isimge Diliyar degan isim buldu. 那么下面一个中国银行 degenimiz 中国 degen 中国 银行 degenimiz banka. 那么 qo'shib kelsak 就是中国 bankasi. MD 跟着老师呢一起把这些所有的生词怎么样一个读2遍。Onda hosa başladık. 为已经火车站哪个位置出站口南边对面那先马路然后旁边药店门口等马上一会儿见东西北上左右里外前后中间两边学校知道对不起大门邮局Diliyar 中国银行。好，那亲爱的同学们，今天的课我们就先上到这里。Unda ho'sa suyumli saboqdoshlar, bugungi darsni mishagicha o'taylik. 作业每一个生词抄2行，选择其中的5个造句。Topshiriq bütün sözlüklerini her birisini 2 qurdan ko'chirib, ichidagi 5'ini tanlab cümle düzelsanglar buldu. 那么希望同学们能够把作业呢认认真真的完成。好，onda ho'sa kelarki sonda ko'rishaylik. 我们下一期再见。Xayr xo'sh.